Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barchangizga tinchlik, xotirjamlik, sihat, salomatlik tilaymiz. Hisori kashtan, qora kashtan do'stlar, Qo'chqorni originallari do'stlar, ishqibozlari. Bugungi videolarimiz do'stlar o'ta boshqacha bo'ladi. Chunki biz o'zimiz ham shuncha minglab qo'chqorlarni ustida yurib, bugungi holatdagi sifatdagi qo'chqorlarni ustida mana 2025da 2026 hisobida do'stlar mana birinchi marta ustida ko'z bilan qarab turibmiz. Bugungi bu qo'chqorlarimiz do'stlar uncha muncha joyda to'xtatib tashlaydigan qo'chqorlar bo'lyapti. Asrorbekni qo'rasidan. Asror yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tanijoningiz sog'mi? Allohga shukr. Bu tishni kavagida saqlab qo'yganlaringiz boshqa joyda ekan-ku, ha? Shunday aka. Gap yo'q. Malades lekin Asror uncha muncha joy to'xtatib tashladingiz. Asror qarang, maqsadga o'tamiz. Necha partiya qo'chqor? 2 partiya bo'ladi aka. Izidan bor-a? Izidan bor, ha. Izidan bor. Xo'p, qarangizlar. Bo'lmasa Asrorjon ushlab ko'rsatavering bu qo'chqorlarimizni. Bularni yoshi qanday bo'lardi? Aka bular chori panja aka bular hammasi. Chora panji. Shaklari yo'qmi? Shaga keyingi partiya qo'yamiz aka. Keyingi partiyaga. Bo'lmasa boshladik, bo'lmasa ushlab qo'chqorlarimizni ko'rsatib beraveramiz. Mana aka. Asror, bu qo'chqorni o'zi ushlamasangiz ham o'zi shundoq ham o'zi chiqqan odam shu qo'chqorni so'rardi. Endi qo'chqor bo'ladiki, 100 ta qo'chqor ichidan bitta chiqar. Qo'chqor bo'lar 10 ta qo'chqor ichidan bitta chiqar. Lekin qo'chqor bo'ladiki, 1000 ta qo'chqor ichidan bitta chiqib qoladigan variantdagi qo'chqorlarimiz mana qarshingizda turibdi do'stlar. Ko'z oldingizda turibdi. Asror, buni yoshi nima? Bu 2 tish aka. 2 tish. Qarang. Qani tishini ko'rsating qani. Voh, 2 tish qo'chqorimizni holatini. Asror, buchi? Bunisi 6 tish aka mana. Bunisi? Voh, zo'r. Qani bu tiniqlik, bu rang, bu kuch, bu sifat, bu ekstrer. Orqalarini ko'rsating. Mana o'ta boshqachalari bugun videoda. Aytganimizdek do'stlar, layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar. Alohida tema-ku. Joningiz sog' bo'lsin. Asrorjon, Bu endi qarang aka. nima qilamiz? Daladoring holatidagi holi bu. Ha, o'shani aytaman-da. Yelka kengligini, qirg'iligi adelni tema. Asrorjon, boshqalar yana bitta kashtani bor ekan-a? 2 tish ko'rdim. Asror, bo'ldi, qo'yavering. Dar narsa. Mana bitta kashtani bor. Mana bu yerda yana bitta kashtani bor. Qoralardan ham ushlab ko'rsataylik. Qarangizlar, o'y, yigitlar. Qani? Buni ko'rsating. Qo'chqorlar aka kindiga e'tibor qiling, kindiga. Voh. Osh bo'lsin Asror. Lekin o'sha tish kavalagidagilar do'stlar mana bu yerga turgan ekan. Qalinligiga aytib bering. Kindigini qarang. Asboblarni joylashuvi, oyoq hamma taraflari haqida biz to'liq ekstrerlar haqida qo'llanmalar tayyorlaganmiz do'stlar. Ko'rsatganmiz, aytganmiz. O'sha biz aytgan qo'llanmadagi do'stlar qo'chqorlarimiz, ekstrerlari mana hozir ko'z oldingizda yana amalda yana bir bor men bularni ko'rsatib turibman. Bu qo'chqorimiz 2 tish aka holi. Mana shu 2 tish mana. 2 tish holatida endi bularni 90+. ha, o'shanda qalinligi bu 95 ham bo'lsa kerak. Bursa uraveradi aka bu. Bursa uraveradi. Mana. Ana Asrorjon, boshqalarni ham bir qo'chqorlarimizni aylantirib ko'rsataylik. Bu yoqqa haydang, yaqinroq haydang. Qadanglar aka. Bir ko'rsataylik qo'chqorlarimizni qani. Mana, haydang, yursin. Qani kelsin qani? Kelsin. Voh. Mana. Orqa taraflardan bir ko'rsatamiz a. Bu yoqqa quyoshga qaytarib chiqaring. Qadanglar. Quyoshga qaytarib chiqaring. Quyoshga yaxshi ko'rinadi-da. Qarang. Bu yoqqa marsherlarga mana bu yerlarga o'rtaroqlarga haydang-da. Devor tagiga nimaga qisilib qolyapti? Qo'chqorlarimiz bir-birini orqasiga yopib taylayapti. Soni nechta Asror bulardi? Ketaylar aka. Allah ket. Aka, kallangizda qurt qimillab qoldimi? Haydang. Qani haydang. Haydang qo'chqorlarimizni. Qaytaramiz. Mana. Xo'p, Asrorjon, bularni narxiga o'tamiz endi. Buni qarang. Xo'p. Suyagini qarang aka. Bu nimadi buni yoshi? Hozir ko'ramiz yoshi. Bu 1 metrlik-ku bu. Jirafa. Chori qo'chqor aka. Chori qo'chqorimiz ekan. Voh. Hali mana bu bolaga o'xshagan bola ustiga yana minib olsa bo'lar ekan, bir ikkitasi ketaverar ekanda.
Mana do'stlar, sizga qanaqasi kerak? Hozir shu qo'chqor asur bilinmay turadi qo'chqor. Shunday aka. Hozir qo'lda turmagan qanaqa pisyapti qo'chqorimiz. Qo'chqorlar hamma zo'r, просто tiqilyapti aka bular. Joningiz sog' bo'lsin. Qani bularni nechi bilan baholaysiz Asror endi? Bularning narxini ayting Asror. Ushlaganda chiqib kelyapti-ku bular, ushlaganda chiqib kelyapti. Mana. Buni yoshi nima ekan? Bu ham 6 tishga o'xshaydi. 4 tish aka. 4 tishmi? 6 ga chiqibdi, yoribdi 6 ga. Qo'chqorlarimiz kuchini olgan-ku. Kuchini olgan qo'chqorlarimiz. Xo'p, Asrorjon, qarang, turishini qarang. Nechidan baholaymiz endi bularni? Bir narxlarini ayting endi. Xo'p, Asror aka bular 15 milliondan 25 milliongacha aka. 15 milliondan 25 milliongacha baholaymiz. Tashqari faqat. Hallashiga qarab, ha? Bitta qo'chqordan tashqari faqat. Qaysidan? Ha, bo'ldi, bu birinchi chiqqandan, kashtandan tashqari. Bundan tashqari 15 dan 25 milliongacha aka. Buni o'zini so'raganlarga qancha beramiz? Telefonsiz kelishamiz aka, bu qimmatroq. Ha, bo'ldi. Kelishmaydigan joyi yo'q-ku. Doim ishlarimiz bitgan. Mana shu qo'chqordan boshqasi 15 dan 25 milliongacha telefonsiz kelishamiz. Bo'ldi. O'zgacha narsa ekan do'stlar. Qani Asrorjon, bo'lmasa ularni ko'rsatamiz, ha? Bo'ldi aka. Ketdik. Ikkinchi partiyaga qo'chqorlarimiz do'stlar, qo'zi qo'chqorlarimiz. Qani? Mana ketdi. Kimga nechta kerak do'stlar? Hammaga hamyonbop do'stlar topilaveradi. Qo'chqorlarimizni o'z egalariga beradigan vaqtimiz keldi. Olaverasiz, qo'yaverasiz do'stlar. Qani, Asrorbek nechta bo'ldi bu yoqda endi soni? 40 ta aka bu. Qancha? 40 ta bu. 40 bosh. Voh! Hammasi qo'zi qo'chqormi? Hammasi qo'zi o'sha 2 tishga chiqyapti aka. 2 tish arafasidagi qo'zi qo'chqorlarimiz. Qani, boshladingmi? 3 ta 4 tasini, 5-6 tasini tars ushlab obunachilarimizga ko'rsatib, narxlarini yoritib ketaveramiz. Do'stlar, mana sarig'idan deysizmi, qorasidan deysizmi, kashtanidan deysizmi? Mana bu yerda kashtanlari bor ekan. Hamma yog'idan topilaveradi mana. Bitta qo'chqor 2 kishi eplolmayapsizlar, ey. Ana, do'stlar, kashtanidan. Qani tishini oching qani? Tish yoritdimi? Uzunligini qarang. Hali qo'zi mana. 90lar kelib qolyapti. Mana, ko'ryapsizlarmi? Qani, bu ham qo'zi bo'lsa kerak, ha? Organga o'xshamay yoki endi organ bo'lishi mumkin. Yo'q, hali qo'zi, mana do'stlar, mana. Qo'zi, qo'yavering mana. Uzunligini qarang. Qo'zilarimizda. Mana. Mana bu organga o'xshaydi. Chunki qalinlashni boshlabdi. Qalinlashni boshladim, demak yorgan. U alohida tema ekan-ku. Oldi qanchini oching qani? Mana. Mana aytdim-ku mana. Do'stlar, ko'rdingizmi? Endi 2 tishga chiqibdi. Mana. Mana bu yormagan bo'lsa kerak. Hali uncha qalin, ana aytdim-ku mana. Hali boshlamagan. 2 tishga chiqaveradi-ku. Boshqacha qalinlashadi. Choraga o'tgandan keyin yana boshqacha ketaveradi-da. Panjiga o'tgandan keyin u vashim endi agalar beton bo'lib ketadi-ku. Mana buni. Bu tish yorgan bu. Bu tish yorganga o'xshayapti. Qani oching qani? 2 kishi yeli eplayapti. Aytdim-ku tish yorgan ekan. Mana do'stlar, mana bu. Voh! Chiroyli narsa ekan, ha? Birinchi partiyadagi qo'chqorda nima qiladi? Yetib oladi. Shunday. Voh! Qani? Tish yormagan bu. Tish yormagan. Aytdim-ku tish yormagan. Mana do'stlar, qo'zi, bu ham qo'zi. Mana tish yorsa u boshqacha bo'ladi. O'sha mayli, shu egasini uyiga borib boshqacha bo'lsin Asror. Yana ham xursand bo'ladi-da. Shunday aka, mana. Bu yorgan bu. Bu yorgan. Qani oching qani? Aytdim-ku, bu yorgan. O'zi bilinib turibdi-da, boshqa narsa. Xo'p, mana endi o'sha obunachilarimizga aytamiz-da. Mana endi mana yorilgani ham, yorilmagani ham farqini aytyapmiz, ham o'zingiz mana xulosa qilaverasiz. Mana shu tish yormaganlarni ham olib qo'yaveringizlar, ko'rasizlar, xuddi mana shunday bo'lib boraveradi. Qani, Asrorjon, endi bu yog'iga bitta sarig'ida ham ushlab olishdi. Aha. Qani, bu yorgan yormaganmi? Ikkilanib qoldim bunga. Ha, yorgan ekan. Xo'p, qani Asrorjon, bularni nechidan endi baholaysiz bularni savdosini? Asror aka, bularni men bersam 8 millionga beraman ichdan aka. 8 milliondan boshlab, yo 8 milliondan boshlanadi. 8 milliondan boshlanib 13 milliongacha aka. 13 milliongacha holatiga qarab savdolashiladi, soniga qarab, ha. Xo'p, mana do'stlar, skrinshot qilib tashlayverasizlar. Shoshiltirmanglar. Sekin skrinshot qilishga obunachilarimizga oson bo'lsin. Eng yaxshisi ustida kelib, ko'rib, mana bunday ushlab olganingizga hech narsa yetmaydi. Qo'chqorimiz ko'p kelaversin aka. Chunki ko'p qo'yga qo'yasiz. Chunki ko'p odamlar oladi-da, chorvaga qo'yadi-da.
ana keyin o'sha 1 yilga kuyib qoladigan bo'lsa, bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshi qo'chqor qo'yganda 1-2 so'mga qaramasdan yaxshi narsani qo'ysangiz, erta qo'zilaridan u narsa chiqib keladi. Oyog'ini qarang. Boshqa narsa ekan-a bu. Ha. O'zi ko'rinib turibdi. Oldilarini baqamangan ko'rintiring. Buni qarang. Mana bu oldiga. Mana shu endi tish o'rgan bo'lsa kerak, mana shu bitta tishini ko'rsating-da. Aytdim-ku, endi tish o'rgan qo'chqorimiz. Mana shu ikkalasini bir kishi olsin aka. Aha. Mana endi ham bir xil, sorti bir xil ekan klasi. Qarang. Ha. Adin tema qo'chqorlar aka. Buni tishini ko'rsating, qara, bunisi mana muncha, ikkalasini ham munchog'i bor ekan. Ikkalasi ham mana ikki tishdagi munchog'i bor qo'chqorimiz. Yaxshi. Bir joyda ikkalasini qancha deysiz, 13 million 26 millionga beraman ikkalasini. Ikkalasini. Oldi qo'chqorlarimizni shu narxga beryapmiz. Ha, tanlab olish 13 million so'm aka. Uzunliklari, holati, bular hali qalinlashmagan do'stlar. Hali ham bo'yiga ishlayapti. Ana undan keyin bu yo'g'i endi ham bo'yiga, ham eniga ishlayveradi. Keyin bo'yi to'xtaydi, o'sha panjiga chiqib faqat eniga ishlaydi. Mana. Qo'yver. Bo'ldi. Zo'r. Asrojon, bo'ladi. Bo'lmasa hamma obunachilarimizga tavsiya qilamiz bunday qo'chqorlarimizda. Hali bular mana yana bitta narsa aytaylik, dasht sharoitida yurgan qo'chqorlarimiz, sovib yurgan qo'chqorlarimiz, mana bemalol tayyor borgandan o'sha plyusga qarab yuradigan qo'chqorlarimiz. Qani, hamma obunachilarimizga tarqatib qo'yingizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.